Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Damlarda olyapsizmi, yuryapsizmi, nima qilyapsiz? Sizga bir narsani ko'rsatmasdan ketmayman deb to'xtadim-da do'stim. Ana. Bu Baykal ko'li bu do'stim. Baykal ko'li. Oxiri ko'rinmaydi, katta ko'l. Bu ko'lda o nariyalarda o'stiriflar bor ekan, ana o orolchalar. Ana shu orolchalarda tulenlar ham yashaydi ekan, tulenlar. Shunaqa shamol bo'lyapti, mana rasa suvlarni chaypayapti. Tagi shag'al ekan, mana qayerigachadir. Bu ko'lda eng chuqur joyi 1600 qancha ham ekan, 1,5 kilometrdan chuqur ekan, eng chuqur joyi. O'rtacha 750 metr ekan, o'rtacha joyi. Katta ko'l, katta chuqurlik ekan bu yer ham. Shunaqa. Suvni bo'yi kelib o'tiribman endi birpas dam olib. Ancha-muncha charchoqlaysan. O'yda it yugurib yuribdi, it tushdi suvga. Gap yo'q.